Xayrli kun hammaga. Bugun Xudo xolisa sizlar bilan musanna mavzusini boshlaymiz. Musanna mavzusini bilasiz, ikkili mavzusi va bitta narsani sizlar bilan alohida aytib o'tishni xohlab qolardim. Hech e'tibor berganmisizlar? Alif harfini arablar odatda faqatgina musannaga ishlatadi. Alif harfi odatda musannani belgisi. U xoh fe'lda bo'lsin, xoh ismda bo'lsin. Misol tariqasida aytaman, qaysi zamondagi fe'lni olsangiz ham, misol uchun katabada oling. Kataba, katabata oxiri alif bilan tugadi. Muzoriga oling, yaktubani, taktubani alif ketyapti. Buyruqqa o'tkazing, uktuba alif bilan tugadi. Endi xuddi shu alif aynan ismlarga ham qo'shildi. Ismlarda darisani, tabibani alif bilan tugadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda bog'liqlik tarafi aynan alif harfi faqatgina musannaga, ya'ni ikkiliga ishlatiladigan qo'shimcha bo'ladi. Xo'p, ana endi keling sharhimizni davom ettiramiz. Sharhda she'rda aytib o'tadiki, bil alif irfa'il musanna wa kila idha bi mudmarin mudafin wusila. Ya'ni alif harfi bilan raf'a o'rnida bosh kelishlikda berasiz. O'zida raf'da bosh kelishlikda nima harakat berishimiz kerak edi? Bitta eslab ko'rsak, domma berishimiz kerak edi. Aynan shu dommani o'rniga biz nima beramiz endi? Alif harfini ishlatamiz. Ya'ni Muhammadun o'rnidagi so'zda endi ikkili o'rnida Muhammadani deymiz. Xo'p, o'zi aslida musannani ta'rifini bitta aytib o'taylik. Musannaning ta'rifi shuki, kulli ismin dalla ala akthar min dalla ala ithnayn aw ithnatayn bi ziyadati alif wa nun aw ya wa nun wa aghna 'anil muta'atifayn. Nima degani bu? Har bir ism ikkita ayolga yoki ikkita erkakka dalolat qildi, qo'shimchasi bilan dalolat qildi. Ya'ni so'z o'zgarmadi, qo'shimcha qo'shilib, ikkili qo'shimchasini ani yoki ayni qo'shimchasini qo'shib dalolat qildingiz. Va aghna 'anil muta'atifayn. Aghna 'anil muta'atifayn deganda, ya'ni ikkita bog'lovchilar qisqartirib ma'nosida keldi. Misol uchun Muhammadun va Muhammadun, ikkita Muhammadmida Muhammadani deb qo'yaman. Talibun va talibun, ikkita talabamida talibani deb qo'yaman. Ustazun va ustazun, ikkita ustozmida ustazani deb qo'yaman. Ana o'shanda bu musanna mavzusi deyiladi. Va bunda o'zi aslida raf'da bosh kelishlikda domma ko'rinishi kerak, lekin bunda nima keladi dedik? Alif keladi dedik. Demak, Muhammadani, talibani deysiz. Xo'p, qaratqich va tushum kelishlikda nima beraman? Qaratqich va tushum kelishlikda, tushum kelishlikda siz fatha berardingiz, Muhammadan derdingiz. Aynan shu fathani o'rniga nima keladi endi deydigan bo'lsangiz, aynan shu fathani o'rniga ana endi ayni berasiz. Muhammadayni, talibayni, ustazayni, tabibayni deysiz. Xo'p, ana endi qaratqich kelishlikda nima beraman? Qaratqich kelishlikda bitta siz to'g'ridan to'g'ri kasrani o'rniga ham aynini berasiz. Ayni qo'shimchasini berasiz. Tabibayni muslimayni. Demak, bunda umuman o'zgarmaydi. Nasb bilan jarda, ya'ni fatha bilan kasrani o'rniga ayni umuman bitta so'zni ishlatdingiz. Ana endi yana bitta eslatma bor. Izofada aynan nasi tushib qoladi. Bilasizlar izofa mavzusini. Qo'shilganda, undan keyingi so'zga ulanganida nini tushib qolish mavzusini bilasiz. Misol uchun tabiba al-markazi, ya'ni markazni ikkita shifokori, yoki taliba al-jami'ati, universitetni ikkita talabasi. O'zi aslida talibani edi, lekin bu tushib qoldi. Nima uchun tushib qoldi? Bu mufratdagi tanvinning nasi o'zi aslida. Chunki men misol uchun Muhammadda ab so'zida abun deyman, lekin abun so'zini Muhammadga qo'shing, abu deyman deb tanvinni olib tashlayman. Yoki misol uchun qalamun, qalam. Muhammadni qalam etsam qalamu Muhammadi. Tanvini qani tushib qoldi. Nimaga? Izofada bog'lovchida tushib qoladi. Qaratqich kelishlikda aniqlovchi va aniqlanuvchida tushib qoladi. Endi mufratda, bu mufrat deydi. Xuddi shuni narga sherigi bu tanvindagisi. O'shaning uchun ham bunda ham izofada tushib qoldi. Tabiba al-markazi deganda o'zi aslida tabibani edi, lekin bu tushib qoldi. Tabiba bo'ldi, izofa bo'lgani uchun, undan keyingi so'zga bog'langani uchun. Bu birinchisi. Ana endi ikkinchisi. Va musannada ba'zi bir musannani qoidasiga tushmaydigan so'zlar bor. Qaysi ma'noda? Qarang,
o'zi musanna mavzusiga ba'zi ikkilikni bildiradigan so'zlar bor, lekin ular kirmaydi. Misol uchun zavj so'ziga o'xshagan. Zavj degani par degani, ya. O'zbek tilida ham bor. Par, ikkita para deysiz. Bu so'zi oxiri ani bilan yoki ayni bilan tugamaydi. Demak, bu musanna mavzusiga kirmaydi. Bu chunki musannada bitta sharti bor edi, oxiri ani bilan yoki ayni bilan tugashi kerak. Bo'ldi, bu tamom. Bu birinchidan bo'lsa, lekin mana shu qoidaga tushmasa ham 4 ta so'z shuni i'robida ketadi. 4 ta so'z shuni i'robida. Birinchisi kila yoki kilta. Kila degani, ya'ni ikkalasi, ikkovsi degani, ya. Mana shu kila bilan kilta ham musanna mavzusiga aloqador va tushadi. Lekin buni ham o'zining xos shartlari bor. Shartlarni hozir aytib o'taman. Ana undan keyin yana ikkita so'z bor. U ham isnani yoki isnatani. Isnani, isnatani ham xuddi shunaqa musannani i'robi bilan keladi. Joyda isnani deysiz yoki isnayni deysiz. Rafada isnani, nasb bilan jarda isnayni deb gapirasiz. Faqat bularning sharti zamirga izofa bo'lish kerak. Zamirga izofa bo'lish kerak deganda, ya'ni so'zlarga izofa bo'lib qolsa, unda oddiy i'roblanadi. Misol uchun kila tolibayni. Kilada umuman bu manqus bo'lib qoladi. Manqus i'robi bilan berasiz. Kilahuma, kilayhima deb yoki hima, huma qo'shimchalar bilan kelgandagina siz buni to'g'ri i'rob qila olasiz. Bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti shuki, hamisha bunda mulhaq, ya'ni musannani i'robida i'roblanadigan yana bitta qism qolib ketibdi, yodimizdan ko'tariladi debdi, lekin mana yana qaytadan eslab anaqa yetkazib qo'yamiz. 4 ta so'z bo'lsa, isnani, isnatani, kila, kilta bo'lsa, bularning 5-inchisi ham bor. Bularning 5-inchisi qaysi deydigan bo'lsangiz, 5-inchisi ikkilik o'rnida keladigan atoqli ot. Nima degani? O'g'lingiz otini Muhammad qo'ydingiz-a, haqqingiz bor, o'g'lingiz otini Muhammad emas, Muhammadayni qo'yishga yoki Muhammadani qo'yishga. Ana shu holatda nima qilamiz? Bitta shaxsni gapiryapsiz, lekin Muhammadani deb unga bitta nom qo'ydingiz. Ana unda ham bu ham mulhaq deyiladi, ya'ni ergashtiriladi. Musannani i'robini i'roblasangiz bo'ladi. Bunga yana bitta jivoy hayotdan misol qilib olaman. Misol uchun mana Bahrayn mamlakati. Bahrayn mamlakatini eshitgan bo'lsanglar kerak, arab diyorlaridan biri. Mana shunda u yerda ikkita dengiz emas o'zi. U shaharning nomi Bahrayn. U eng qizig'i bitta shahar to'g'risida gapiryapsiz. Dengiz va dengiz shahri emas u. Bahraynda bitta shaharning nomi va bunda buni i'robini nima qilaman? Bunda sizda xoling musannani i'robiga ergashtiring, ya'ni zurtul bahrayna, hadhihi al-bahrayna, هذه البحراني ذهبت إلى البحرين deb musannani i'robini qiling. Bu birinchisi. Yoki ikkinchisi mufratni i'robini qilsangiz ham bo'ladi. Nni a i u sini o'tkazib. Shunaqa qilsam ham bo'ladimi? Qilsam bo'ladi. Misol uchun zurtul bahraynu, yo'q, هذه البحرين زرت البحرين ذهبت إلى البحرين. Demak, bunda 5-chisida ikki xil variantingiz bor. Xoling musannaga ergashtiring de ani bilan aynini alishtiring. Xoling so'zni o'zini mufratga o'xshatib na, ni, nu qiling. Lekin musannada bunaqa holat yo'q. Endi bu atoqli ot bo'lgani uchun va bitta narsani bildirgani uchun bunda ikki xil variantingiz bor. Undan oldingilarda, undan oldingi so'zlarda bir xil edi. O'zi umuman musannani i'robini ham tushundingiz, ani yoki ayni bilan kelishini. Mavzuyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, keyingi mavzularni kuzatishda davom etasiz. Keyingi mavzuyimizda jama' muzakkar salim, sog'lom murskoy ko'plik to'g'risida dars boshlaymiz va sharhlab beramiz. Agar hozirgi o'tgan mavzuyimiz to'g'risida qandaydir savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozsangiz, hamisha izohlarni doimo kuzatib boramiz va qaysidir tushunmagan joyingizni yoki video qilib sharhlab berishimiz mumkin yoki alohida yozma shaklda agar sharhlab bera olsak, yozma shaklda ham sharhlab beraveramiz. Faqat tushunmagan joylaringizni yoki yetkazib berish kerak bo'lgan qandaydir savollaringizni biza bilan ulashsangiz, biza xursand bo'lamiz. Keyingi darslarni kuzatguncha, xayr, salom.